Biz hozir Cauchy Bunyakovskiy, ya'ni Cauchy kvarts tezligini isbotlashga harakat qilamiz. Uning uchun biz Rn degani Rn fazoga tegishli ikkita nuqta olamiz. Rn fazoga tegishli ikkita nuqta olamiz. Ya'ni buning uchun biz x, y tegishli Rn, x, y tegishli Rn. Bu yerda x, y'imiz 0 dan farqli bo'lishi kerak. 0 dan farqli. Endi biz bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Rn degani bu barcha nda haqiqiy sonlar tartiblangan kattalik vektori. Ya'ni bizga tanish R1 chekara qo'yamiz. R1 degani bu barcha haqiqiy sonlar to'plami. Haqiqiy sonlar to'plami bir o'lchamli. R2 bo'ladigan bo'lsa, bu ikki o'lchamli. Ya'ni ikki o'lchamli fazo. Bizda hozir Rn degani bu n o'lchamli fazo ham deyiladi. Xo'sh, bu yerda x, y tegishli Rn degani bitta qoida bor. X, y ko'paytmasi, skalar ko'paytmasining moduli kichik yoki teng bo'lishi kerak. X vektor uzunligini ko'paytmasi, y vektor uzunligini ko'paytmasidan har doim kichik yoki teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda tenglik belgisi ham bor. X vektor ko'paytirilgan y vektor moduli teng x vektor uzunligi ko'paytirilgan y vektor uzunligi. Qachonki teng bo'ladi? Qachonki x vektor teng y vektorga ko'paytiriladi qanaqa son? Bu yerda s qanaqa kollinear son. Kollinear son bo'lganligida mana shu tenglik bajariladi. Bu yerda kollinear degani ular bir to'g'ri chiziqda yotuvchi. Bir to'g'risida yotsagina, ya'ni kollinear bo'lsagina mana shu tenglik bajariladi. Xo'p, bajarilish uchun mana shu tengsizlik Cauchy-Schwarz tengsizligi deyiladi. Cauchy-Schwarz tengsizligi deyiladi. Ya'ni ba'zi bir manbalarda Cauchy-Schwarz tengsizligi emas, Cauchy-Bunyakovskiy tengsizligi ham deyiladi. Biz hozir mana bu tengsizlikni isbotlashga harakat qilamiz. Ya'ni isboti qanday bo'ladi? Isbotlashga harakat qilamiz. Buning uchun ixtiyoriy ikkita vektor olganimizda ham ularning skalar ko'paytmasi bajarilishi kerak. Biz qanaqadir pt vektor olamiz. pt. Bu yerda t ixtiyoriy son bo'lishi mumkin. pt degani y vektoriga qanaqadir t sonni ko'paytirib x ni ayiradigan bo'lsam ham mana shu narsa bajariladi. Bu yerda modulning kvadrati. Xo'p, modul degani uzunligi degani. Mana shu ma'nosi uzunlik. Uzunlikning kvadrati har doim katta yoki teng nol bajariladi. Uzunlik har doim musbat bo'ladi, ya'ni katta yoki teng nol, ya'ni nomanfiy bo'ladi. Xo'p, nima uchun katta yoki teng? V qanaqadir elementlari V1, V2 va hokazo Vn bo'ladigan bo'lsa, V vektorining uzunligi degani nima degani? Har bitta elementning kvadratlarini yig'indisidan biz kvadrat bo'lib chiqarganimizda uning uzunligi kelib chiqadi. Mana bu ifoda bilamizki, har doim katta yoki teng, bizdan har doim noldan katta bo'lgan sonlar chiqadi va tenglik ham bajarilishi mumkin. Xo'p, keyin tega qanday son qo'yishimizdan qat'iy nazar bu katta yoki teng nol bajariladi. Endi mana shu ifoda bajariladigan bo'lsa, v vektorining kvadrati degani v vektor ko'paygan v vektor ikkita vektorni ko'paytiradigan bo'lsa, ularning uzunliklarining kvadrati hosil bo'ladi. Ya'ni bir xil noma'lumning asosida, bir xil asosiy noma'lumdan ko'paytirilganda asosi o'zgarish yoziladi, darajalar qo'shiladi. O'sha qoida bo'yicha aytsak ham bo'ladi. Kvadrati bo'ladi. Mana shu qoidadan biz mana bu shuning o'rniga qo'yamiz. Ya'ni t y minus x ning kvadrati degani t y vektor minus x vektor ko'paytirilgan t y vektor minus x vektor ikkalasining ko'paytmasi tengligi bajariladi. Biz o'sha qoida bo'yicha mana bu qavsni ochib chiqishimiz kerak. Xo'p, mana bu ifoda har doim bo'ladi katta yoki teng. Buning ifodasi ham katta yoki tenglik saqlanib qoladi. Qavsni ochadigan bo'lsa nima hosil bo'ladi? T ko'paytirilgan y vektor ko'paygan y vektor yoki bo'lmasa ikkalasini birgalikda modul y vektorining kvadrati deb yozsak ham minus t y
x vektor ko'paytiraman, buni bunga ko'paytiradigan bo'lsam, ikkita hosil bor. Ikkita t y vektor ko'paytirilgan x vektor. Qavs shaklida yozib qo'ysam ham xato bo'lmaydi. Plus minus x vektorga minus x vektor ko'paytiradigan bo'lsam, x vektorning kvadrati hosil bo'ladi va bu katta yoki teng bo'lib hosil bo'ladi. Mana bu joyga kelgandan so'ng biz belgilashga kiritamiz. Men modul y vektorining kvadratini birgalikda a, xo'p 2 y x ni esa men b deydigan bo'lsam, oxirgisi ya'ni ozod qilib emas, x vektor uzunligining kvadratini men qanaqadir s deydigan bo'lsam, xo'p bitta tenglik hosil bo'ladi. A t kvadrat minus b t plus s katta yoki teng bo'ladi. Mana shu narsa bajariladi. A t kvadrat minus b t plus s. Bu yerda p t deganimiz nomanfiy son. Xo'p, mana shu ifodadan endi qo'yadigan bo'lsak, p t hosil bo'ladi. Teng a t kvadrat minus b t plus s. Xo'p, endi bitta belgilashga kiritamiz. Xo'p, bu chekkaga yozsak bo'ladi. Belgilashga kiritamiz. Bittani qanaqadir b taqsim 2a deb belgilashga kiritamiz. Va t'larda o'rniga bu b taqsim 2 ni qo'yamiz. b taqsim 2a teng a ko'paytirilgan b taqsim 2a ning kvadrati. Xo'p, minus b ko'paytirilgan b taqsim 2a plus s teng. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, a b kvadrat taqsim 4a kvadrat minus b kvadrat taqsim 2a plus s. Xo'sh, endi biz soddalashtiramiz. Mana shu ifoda katta yoki teng bo'lishi kerak. Xo'p, soddalashtirishimiz uchun bular qisqarib ketadi. b taqsim 4a. Xo'sh, b kvadrat taqsim 4a. Men suratga ham mahrajga ham ikkini ko'paytiradigan bo'lsam, mahraj ham 4a bo'ladi. Bu o'z-o'zidan mahrajlari bir xil bo'ladi. b kvadrat minus 2b kvadrat taqsim 4a plus s katta yoki teng. Mana buni soddalashtiradigan bo'lsam, minus b kvadrat taqsim 4a plus s katta yoki teng bo'ladi. Xo'p, b kvadrat taqsim 4a narxini o'tkazadigan bo'lsam, b kvadrat o'chib yozamiz. b kvadrat taqsim 4a, xo'p, kichik yoki teng s. 4a ga ko'paytiradigan bo'lsam, b kvadrat kichik yoki teng 4ta a s. Xo'p, bitta joyga qarashimiz kerak. Bu yerda ham musbat son, kvadrat ko'targanda musbat son bo'lib ketadi. A bilan s, a musbat, s manfiy bo'lib qoladigan bo'lsa, mana bu tenglik bajarildi deb savol bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda a ham, s ham musbat son. Nima uchun? Chunki a ni biz nima deb belgilashga oldik? Modul y ning kvadrati. Modul y ning kvadrat ko'taradigan musbat son hosil bo'ladi. Xo'p, s ni nima deb oldik? X ning kvadrati. Bu ham musbat son. Ikkita musbat son ko'paytirilsa, bundan kattaligi bajariladi. Bizdan mana shu tenglik hosil bo'ldi hozircha. Endi xo'p, joy qo'yamiz. b kvadrat degani 2yx edi. 2yx birdan kvadrat ko'taradigan bo'lsam, 4yx ning kvadrati. 4yx vektorni kvadrati, 2 ning kvadratini 4 yozib ketdim. Xo'p, kichik yoki teng. Xo'p, 4a. 4a nimaga teng? Ya'ni modul y vektorining kvadrati s esa x ning kvadrati. Xo'p, 4larni o'z-o'zidan vaqt qisqartiramiz va nima hosil bo'ladi? X vektor ko'paygan y vektorini kvadrati kichik yoki teng x vektor kvadrati ko'paygan y vektorini kvadrati. Ikkala tarafdan ham yildiz chiqaradigan bo'lsa, ya'ni modul x vektor ko'paygan y vektor kichik yoki teng x vektor ko'paytirilgan y vektor hosil bo'ladi. Va mana shu ifoda, ya'ni mana shu ifoda saqlanib qoldi, ya'ni isbotlandi. Bu ifoda nima deyiladi? Cauchy Schwarz tengsizligi isbotlandi. Mana ifoda Cauchy Schwarz tengsizligi.